Ism bilan davlat so'rab javob berish bizda. Bugungi dars 7-dars. Bu irimgo naru mutgo dedab hagi. Irimgo naru mutgo dedab hagi. Ism bilan davlat so'rab javob berish. Ismingiz nima deyish. Irimi muvoyoyo. Ismingiz nima? Mening ismim deb javob berishingiz uchun Jeremin Abdurazzoq iyo. Mening oxirgi harfim q, ya'ni undash harf bilan tugaganligi uchun iyo degan ma'noda. Agar sizga kimdir qayerliksiz, qayerdan keldingiz degan savol bersa, koreyslar mana bunday savol beradi. Odessa oassoyo deb savol berishsa, qayerdan keldingiz degan ma'noda keladi. Buni javobi chanin O'zbekiston Isa ossosiyo, ya'ni O'zbekistondan keldim degan ma'noda. Yana bitta so'z bor. Bu qayerliksiz degan so'z. Bu Oninarus saramiyo. Chanon O'zbekiston saramiyo. Men O'zbekistonlikman degan ma'noda keladi va yana biz buni bilishimiz shart. Bular irim ism, muvo nima, odi qayer, saram odam, naru davlat, nara davlat. Ya'ni mana O'zbekiston so'zining yozilishi. O'zbekiston, Hanguk Koreya, Changuk Xitoy, Rossiya, Togil Germaniya, Indo Hindiston, Ilbon Yaponiya, Toki Turkiya, Miguk Amerika, Piransi Fransiya, Kanada, Yonguk Angliya, Italiya, Hoju Avstraliya, Egypt Misr, Kirgiziston Qirg'iziston, Teguk Tailand. Va yana mana bu so'zlar bor. Chanin, chan, chega, men degan so'z. Yana bitta so'z nanin, nega, men. Keyin so'zlar bor. Non, nega, sen degan ma'noda. Biz esa uri yoki johi. Biz bu degani i, u degani ki, ana u degani cha. Oddiy cha. Cha degani chizg'ich. Cho esa ana u degan ma'noda keladi.